Diqqat, ota-onalar uchun jiddiy ogohlantiruv. Agar siz be'tiborlikda davom etadigan bo'lsangiz, farzandingizni 20 yilgacha bo'lgan muddatga yo'qotib qo'yishingiz mumkin. Gap shundaki, so'nggi vaqtlarda yoshlar orasida eng tez ommalashib borayotgan illat bu narkomaniya hisoblanadi. 2025-yilda narkologiyadan davolanish markazlariga 8,5 ming nafar inson murojaat qilgan bo'lsa, yana xuddi shuncha inson shu ish bilan bog'liq ishlar yuzasidan sudlangan. Shu sababli farzandingizda agar ba'zi bir alomatlar kuzatilayotgan bo'lsa, ya'ni agressiyaning ortishi, ko'z qorachig'ining kengayishi, ko'z ostining qorayishi, ehtiyojdan tashqari pul ishlatish, uydan pul o'g'irlash yoki ko'proq pul so'rash holatlari kuzatilayotgan bo'lsa, unutmangki, bu farzandingizda narkomaniyaning boshlanishi bo'lishi mumkin. Nima uchun 20 yilga yo'qotishingiz mumkin? Chunki yonidan narkotik modda topilgan fuqarolar 5 yildan 20 yilgacha bo'lgan muddatga qamalishlari mumkin. Agar siz bu holatlarni xohlamasangiz, farzandingizni har doim yoningizda xavfsiz bo'lishini istaydigan bo'lsangiz, yuqoridagi belgilar kuzatilayotgan bo'lsa, darhol e'tiborni kuchaytiring. So'roq qiling ularni bu yo'ldan qaytaring.